Bugün so'zlaydigan dersimiz oldingi qitimqi konjugiyalardan birisi bo'lgan while. Bugün while bilan shu do while'ni so'zlaymiz. Do while. Endi bu ikkisiga qaraydigan bo'lsak, ma while bilan do while ikkisida while degan bir gap bor ekan, while degan bir gap bor ekan. Bizda to'g'ridan Gördüm bu while deganni izlab baqilay, while deganni nimasi bor. While deganimiz hamda bir turib takcha qadar garchi vaqt degandek bir turib degandek hamda mush qadar degandek mush so'zni biz programmasida mush tarjimasini ishlatamiz. Bu nim deganlik gap deysanglar, while deganda bu nim deganlik gap deysanglar. While'ning hamda yozish shakli ma'qul, yozish shakli ma'qul. Hamda ma'vo programmer kod rayni, ma'vo hamda shu while'niki mesela if'niki o'xshab ketadi, if bo'lgan bo'lsa, bunda if bo'lgan bo'lsa, masalan shart qurilgan zaman tuvandagi o'zining programmer rayindagi kodni bir qitim ijro qiladi. Shunday bir qitim ijro qiladi. Ma while bo'lsa, hamda shart qurilgan zaman o'zining program rayindagi kodni shu shart qurilmagan qadar baynalik forniki shart qurilmagan o'xshash buni shart qurilmagan qadar ijro bo'laverdi. Bunaqa faqat birla shart yozamiz. Shu rost yolg'on tipni qaytaradigan birla shart yozsak bo'ldi. Masalan, ay kichik 100 dan. Nima? Ayni qo'shib analikim ayni chiqirib mana deb yozgan bo'lsam, mana men ijro qilsam, miyada ayni aniqlamadan deydi-ku bu, men ayni aniqlab mesela ayni chiqiradigan bo'lsam, qaraydigan bo'lsak bu hamda for-diki ma'noga o'xshash, mesela for bilan yozmoqchi bo'lsak, buni for aydan 0 mesela g deb yozash, g'dan 0 g kichik 100 dan g mal şekli bilen başka programınınki hal kıldığan yeri o'xshash millete. Başka programınınki hal kıldığan xususiyatga xarakter hal kıldığan şey o'xshash. Hamda ma ustidagisi bo'lsa, mesela 0 dan boshlab ya 1 dan boshlab 100 gacha bo'lgan 99 ga chiqiradigan millete. 99 gacha bo'lgan sonlarni chiqirish. Ma ustidagisi bo'lsa shu. Ama ustidagisi bo'lsa hamda while'dan foydalanib turib chiqirish. Ma ustidagisi bo'lsa hamda for'dan foydalanib turib chiqirish. Hamda while'niki men deb o'tganda mana ichiga mesela rost yolg'on tipni qaytaradigan ifoda kelish kerak dedim. Men rost yolg'on tipni. Buningdagi hamda ifoda shakli if'nikiga o'xshash. Bu yerdagi mesela sharti if'nikiga o'xshash. Mesela bir ifodaga bo'ldi yoki logikalik amallar bir orqali ifodani birlikda ifodalasak bo'ldi. Mesela y bo'lingan 2 tanta 0 ma'noga o'xshash degandek mesela ay 100 dan kichik hamda ay butun son bo'lish kerak degandek shunday shartlarni qurilish kerak degandek keldi. Bu while'da shu alay diqqat qilgan yerimiz while'ni ichiga yozgan chaqda mesela while'ni ichiga biz shart yozgan chaqda cho'qim mishadagi shartga ta'sir qiladigan bir narsa ishimiz kerak. Shartga mesela programning ichida hamda kod rayonining ichida bo'lmasa bundan oldingi qitim degandek raqamda o'lik program chiqib qoldi. Qaraydigan bo'lsak, o'lik program chiqib qoldi. Ijrolab mangayveradigan o'lik program chiqib qoldi. Buniki ham oldin ishimiz kerak. Shuning uchun mush while'ning kod rayonida cho'qim shartga ta'sir qiladigan ma'lum bir program bo'lishiga diqqat qilsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa hamda mesela if ma'lum bir programma mesela qurilib mesela cho'ng 50 dan bo'lgan chog'da mesela break degandek oldingi qitim o'rgangan, oldingi satihlarda o'rgangan dars break degan so'zliklar orqali mesela mobildan atlab chiqib kelsak bo'ldi, ayrilsak bo'ldi vardi. Hamda bu break deganimiz while'ga ishlaydi. Oldingi soatda ko'rgandek hamda for'ga ishlagan while'ga ishlaydi, o'xshash while'ga ishlaydi. Hamda bunga break'dan boshqa oldingi soatda biz yana continue'ni ko'rgan, continue'ni. Bu mu o'xshash while'ga ishlaydi, Lekin bu break bilan continue if ishlamaydi, esonda bo'lsin, if ishlamaydi. Oldingi qitim yozsa xatolik chiqqan-ku, if ishlamaydi.
Endi biz hozir qisqa bo'lgan while'dan foydalanib birni boshlab 100 gacha sonlarni yig'insin deb aqlayam. Mega int sometime o'lday. Andan keyin mesela while'ga boshlab birdan boshlab birdan 100 dan kichik bo'lsin. Endi son qo'shilgan ay bo'lsin. Endi mana ijro qilgan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak 5151 chiqib qoldi. Mana 5151 chiqib qoldi. Endi buni xatolik neda deb tekshirib baqlaymiz, ishimizda ishlab tekshirib baqlaymiz. Endi biz bu yerda ayni 0 qildik. 0 qilgandan keyin tunji qitam bu kirdi. Tunji qitam kirgan chog'da mesela ay kichik 100 0 kichik 100 dan, kichikdan 100 dan bu qurildi. Andan keyin bu 0 ga 1 ni qo'shyapti, bu yerda qo'shyapti. Qo'shayotgandan keyin andan keyin sonmi 0 da, songa 0 ni qo'shgandan keyin bu yerda ay 1 tunji qitam, birinchi qitam aydan 1 bo'ldi, aydan 1 bo'ldi bu yerda. Aydan 1 bo'ldi. Bu 1 ni mesela 0 qo'shgandan keyin son 1 bo'ldi. Andan keyin bu yana aylandi, program meye tükkendan keyin bu while'niki ma shartiga bordi. Qaraydigan bo'lsak, bu programniki aylanish nimasi mesela oldida meyadan kirdi. Kirgandan keyin bu shartni tekshirdi, shartni tekshirib qurilgandan keyin ijro qildi, ijro qilib bo'lgandan keyin bu yana davomli meyag bordi, bu yana davomli meyag bordi. While'niki shartiga bordi. Kodni ijro qilib qo'ydi. Endi mana qaraydigan bo'lsak, mesela ay 1 bo'lib qolganda, songa 1 bo'ldi. Endi ay 2 bo'ldi meyaga. 1 100 dan kichikdan andan keyin 1 ga qo'shib berdi. Ajna qilib ay 2 oldu. 2 olgandan keyin andan keyin bayatdan 1 ga 2 ni qo'shib 3 qildi. Ajna tariximizda 1 2 3 deb eng oxirida ay 100 bo'ldi deylik mesela. 100 bo'lgan chog'da meyda 100 bo'lgan chog'da 100 dan kichikdan qurildi bu. Qurilgandan keyin meya qarsak 101 ni qo'shib yutib qoldi bu. 100 ga 1 ni qo'shib 101 qilyapti. Ma keyindagi şart ma keyindagi endi 101 ni mesela 99 deylik, 99 ga borgan chog'da qurildi, shundaymi? 99 kichikdan 100 dan. Andan keyin bu 1 ni qo'shib 100 ni qo'shib bo'ldi, shundaymi? Demak, ma programma hozir ay faqat 0 dan boshlanganlik uchun, qaranglar, ay faqat 0 dan boshlanganlik uchun bu programma 102 qitam aylandimi shu chog'da? Men mega kontlab baqay, ma'lum keyin mish program yozgan chog'larda sizlar ma'lum bir forniki qancha qitam aylanganligini hisoblash uchun bunday qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kont deb bizlar qarsam 101 qitam aylanibdi, 101 qitam aylanibdi. Men endi ay jaja degani sonning keyini qo'shib baqay, sonning keyini qo'shib natijasini tekshirib baqay. Natijasini tekshirsam to'g'ri chiqdi, mana 5000lik chiqdi. Shunga endi diqqat qildik ayollarimiz shu while'nikida mesela while'nikida shartni o'zgartirganni amal va programniki oxirgiroq yozamiz. Mush ustidagi qurlarimizniki hammasi ijro bo'lib bo'lgandan keyin andan keyin shartga ta'sir ko'rsatadigan bellarga mesela o'zgargich miqdorlarga o'zgartirish kirgizsak bo'ladi do'stlar. Şeylerge Allah dikkat qilishimiz kerak ya, shu while'ni yozgan chog'da. While'ni yozgan chog'da nima kerak desanglar, while'niki shu shartni tekshiradigan bu if'niki o'xshash bu masalan tekshirish rayoni deb qo'yiladi, rayoni. Tekshirish rayonida nimaga nisbatan biz qimmat o'zgartirish borolmaymiz deylik masalan. Bazaqbek programbek murakkablashib ketadi, masalan, ma'noga o'xshash qilib qo'ysam programdaki murakkablashib ketadi. Emniyatda bo'ladi, emniyatda bo'ladi. Mushum bo'ladi qaraydigan bo'lsak, mana mushum bo'ladi. Emniyatda lekin ma programma o'qish jihatdan bek murakkablashib ketadi. O'qish jihatdan bek murakkablashib. Keyin birsi masalan shu programmani o'qimoqchi bo'lib qolsa, asirmoqchi bo'lib qolsa, qanday did gunoz yozganda deb tillaydi. Şunu şeylerge Allah dikkat qilishimiz kerak. Endi ma'noda shu program müşaharalarga yozg'ili olmaganlikda ma o'zgarguvchi mesela shartga ta'sir ko'rsatilgan ba'zi miqdorlarni biz koddan ichiga yozamiz. Koddan ichiga yozgan chog'da shu shartga o'zgartirilganni amal va bizning barliq hisoblashlar tutgandan keyin eng oxirgi rayonda yozganimiz yaxshiroq, eng oxirgi rayonda yozganimiz yaxshiroq.
Bu endi nurg'un xatoliklarni oldini oldi degan so'z. Bayon xatoliklarni men faqat bir o'rin almashtirib qo'ygan sababli boshqa hech qanday qimmatlarga muhimda faqat shu ikki kodning o'rnini ost-ustga almashtirib qo'ygan sababli kod to'g'ri bo'ldi degan so'z. O'rin almashtirsak 101 ortiq chiqib qoldi, 101 ortiq chiqib qoldi. Demak, eng oxirgi azonimi bu qo'shitib qoldi degan so'z mana. Shu ham shaylarga alohida diqqat qilishimiz kerak while'da. Endi while'dan boshqa tushunmaga kelib ama mening deganim 1 bilan 100 bilan 100 bilan 200 ning orasidagi barliq tufsollar dedim men tufsollar dedim. Endi bir programmani yozishda oldi bilan shu har qanday bir programmniki ya bir qancha muhim nuqtasi bo'ldi, muhim nuqtasi bo'ldi. Bu muhim nuqtasi qanday bo'ldi desanglar, endi shu sanfa deganimiz shu, sanfa deganimiz shu muhim nuqtasi. Muhim hal qilish yerlari. Masalan, ba'zi programmalarda endi muhimlik bek murakkab sanfa bo'lmaydi, lekin muhim nuqtalar bo'ldi. Masalan, qanday muhim nuqtalar bo'ldi desanglar, qisqacha bir tal masalan xabar app deylik, masalan, xabar appga nisbatan qanday muhim nuqta bo'ldi desanglar, xabar appniki masalan, ma'vo masalan mulozimatlar bo'lgan bo'lsa, ma'vo mulozimatlar bilan uchur almashtiradigan bir muhim nuqtasi bo'ldi. Mulozimatlar bilan uchur almashtiradigan bir muhim nuqtasi bo'ldi. Ana degan bu xabarlarni har xil masalan tizimliklar bo'yicha tizib beradigan bir muhim nuqtasi bo'ldi. Endi bu xabarlarni tizib beradigan muhim nuqta. Andan keyin ma'vo mulozimatlarda shu uchurlarni o'qib bilish bir muhim nuqta bo'ldi. Masalan, vaqt tartibi bo'yicha o'qib olandi, yoki berilgan shartga asosan o'qib olandi, izlangan shartga asosan o'qib olandi, o'qib olgancha nimalarga diqqat qildi deganga o'xshash bunday muhim nuqtalar bo'ldi. Masalan, ma'nosida bir murakkab sanfa yo'q endi. Murakkab sanfani yozma yenilik tavsiya qilgan chog'da masalan ba'zi ko'rgan fikrlarni avtomatik xabardan yo'llab turib ko'rgan fikrlarni shu orqali ba'zi narsalarni shu abonentga yo'llasa, shuniki ko'rilish nisbati yuqori bo'ldi deb qaraymiz endi. Shunga o'xshash hozirgi degan chog'da gapni yig'ib kelib degan chog'da navbatdagi programmniki ikki muhim nuqtasi bor. Qanday ikki muhim nuqtasi bo'lganda, birinchisi matematikalik muhim nuqtasi, birinchisi tupson bu. Mesela tüpsan deganimiz baytan dedim, bir bilan shunama o'zdan boshqa songa butun bo'linmaydigan sana. Butun bo'linmaydigan son tüpsan deymiz matematikada. Bir bilan o'zdan boshqa buniki hamda programmani biz oddiy yozish jarayonida programmani oddiy masalan biz bilmaydigan sanfalar olib qolsa oldi bilan bunda xat yozib olamiz biz masalan o'zi shunama masalan ay deb bir qimmat bergan bo'lsak bu o'zi masalan o'zidan boshqa o'zi bilan birdan boshqa birni masalan hisob qilmaymiz masalan birni hisob qilmaymiz chunki bir bizniki navbatdagi nima emas masalan birdan boshlanmagan mesela bütün bölünmeydigan yoki bütün bölündiganlarni tepib, undan keyin bölünmeydiganlari unda tupson bo'ldi deb qarsaqim bo'ldi. Bütün bölündiganlar chiqib qolsa tupson emas. Bütün bölünmeydiganlar chiqib qolsa tupson deb qarsaqim. Bu bir muhim nuqtasi, Andan keyin yana bir muhim nuqtasi bo'lsa, u matematikalik muhim nuqtasi. Yana bir muhim nuqtasi nima desak, har qanday bir sonni qaranglar, har qanday bir sonni endi bayatdan bolalar programmada yozibdi, har qanday bir sonni asli qoidasi bo'yicha yiltizda bir matematikada bir hukm bor, yiltiz. O'zniki kvadratlik yiltizdan to'g'ri bo'lgan sonlarga masalan bölündü deb qaraymiz o'zining kvadratlik yiltizi. Endi men qisqartib programmada qanday oldin qaytaman 88 dan yarimi 44 bo'ldi dedim, men 44 bo'ldi dedim. Endi eng masalan 88 eng butun bo'linsa 44 ga butun bo'linda eng cho'ng bo'lgan chog'da eng cho'ng bo'lmasligi deb qo'yamiz-ku. Shunga o'xshash
Eng cho'ng bo'lgan chog'da 44 butun bo'lindi. 44 dan ishib ketgan har qanday bir songa 88 butun bo'linmaydi, esingizda bo'lsin. 88 butun bo'lindi. Nimishga desanglar bir buni bunda bir hamda bir chambarak desak, masalan, bir chambarak desak, qaranglar. Mush chambarakning naq o'ttirdan bo'lsak, tempmi tang bo'ladi. O'ttirdan ishib ketgandikinlar bu tang emas bo'ldi, menga tang emas bo'ldi. O'ttirdan ishib ketgandikinlar buni biz ikki tanga bo'ldik deyolmaymiz. Shu tang emas bo'lgandan keyin bu kim qolgan bo'ladi. Mushikki muhim nuqta, mushikki muhim nuqta. Undan keyin bunda men bayatın balaga qo'ygan talpimda, ikki voyil shiltinglar degandim men. Ikki voyil shiltinglar degandim. Endi biz nimishki ikki voyil shiltimiz oldi bilan men cho'ng aylanadigan bir santipalar, masalan, ay 100 dan boshlab, 100 dan boshlab 200 gacha dedim men. Undan ayni men 200 dan kichik yoki tangda 100 dan boshlab cho'ng aylanadigan bir santipalar. Mavi hamda bir maviniki sirtidagi mesela voyil deb qo'ysak, birinchi voyilniki alaydiligi bo'lsa, menga 100 dan boshlab 200 gacha sonlarni oyga saqlab har qitim aylantirib berdi. Oyga saqlab aylantirib berdi. Demek men anlamdaki miyada mesela oyga men aşırı qimmat berdi, isimdan barda oyga aşırı qimmat berdi. Hem de bayatdan şart bo'yicha mesela tüp bölündü o'zi bilan, bayatdan men muhim nuqtasi, ikkinchi muhim nuqtasi o'zi bilan o'zidan kichik 20dan kichik dedim, 20dan kichik dedim, o'zidan ham 20dan kichik dedim. Demek unda olsa men mana ichiga yana bir voyil yozay, yoki bo'lmasa menga yana bir qimmat yo'lay, mesela G deb buni oyga beray, men ay her qitimliq oyni men G'ga beray. Endi G kichik mesela ay bo'lingan mesela 2 da Minna desem bo'ladi bular. Bunda desem bo'lmaydi vallahi. Men miyega G'ga cho'qim qaraman. Men miyega G'ga cho'qim 2 ni berishim kerak men. Miyada chunki ma'nan qaraydigan bo'lsak, bir bilan o'zidan boshqa dedim men. Miyada endi menga o'zini ololmaydi. Chunki nimishga desanglar, o'zi deganimiz ay emas, navbatdagi o'zi deganimiz ay. Bu G deganimiz shu oydan kichik bo'lgan sonlar, oydan kichik bo'lgan sonlar, G deganimiz oydan kichik bo'lgan sonlar. Endi ma'lum 2 deganimiz birdan cho'ng bo'lgandan keyin cho'qim har qanday bir sonni mesela 2 butun bo'lsak, uni tüp son demaymiz. Shuning uchun miyada 2 dan boshlaymiz. Endi miyaga biz ichiga shart yozamiz, shart yozamiz. Endi masalan G, tushunami? Ay tang nololab qolsa, butun bo'linib qolsa, mesela navbatga kelgan mesela 105, mesela 105, mesela 3 ga ya 5 ga mesela butun bo'linib qolsa, u chaqda 105 butun son emasga, nima, tüp son emasga, buni tekshirishning hojati yo'q. Yani breakni shiltay, aldan qitim breakni shiltay. Breakni shiltay. Ben breakning hamda ta'sir qilish darajasi qaraydigan bo'lsak, ichidagi voyil, rayni, ichidagi rayni. Men breakni shiltay. Endi agar unda bo'lmay qolsa, men miyada ichidagi voyilningki ashirim qimmatini o'zgartay, ichidagi voyilningki ashirim qimmatini o'zgartay. Endi biz bunda yozib oldik, men yozib oldik. Endi shu ichidagi voyildan bir butun bir aylanib bo'lganligiga hukm qilishimiz kerak, bir butun aylanib bo'lganligiga hukm qilishimiz kerak. Agar men bunda olsam, miyaga men yana bir qimmat yo'lay, masalan result deb, masalan navbatdagi qimmatini men false deb berib qo'yay, navbatdagi qimmatini men false deb ya true deb berib qo'yay, agarda true qaranglar, shu breakdan chiqib ketgan bo'lsa, men ichidagi hamda diqqat qilish deyish nuqtamiz, nimishga bunda bir qimmat yeb oldik desak, ichidagi voyildan chiqib ketishning ikki xil ehtimoli bor. Birsi men shart to'shib chiqib ketish, yana birsi men break orqali chiqib ketish. Shunga biz shart to'shib chiqib ketdimi yoki break orqali chiqib ketdimi? Shart to'shib chiqib ketgan bo'lsa, bu tupsan bo'ldi. Tushundingmi?
shart to'shib chiqib ketgan bo'lsa tupsan bo'ldi. Agar mana break orqali chiqib ketgan bo'lsa bu tupsan emas bo'ldi. Shuni farqlantiradigan miyaga biz result deb bir qo'shimcha o'zgarguvchi miqdordan birini aniqlab oldik. Masalan, men hozir navbatdagi resultniki sukutlik altini churuq rost qilib berdim. Endi rost qilib berishlik sababim navbatdagi sonni men tupsan deb turib aniqlab oldim. Navbatdagi sonni men tupsan deb aniqlab oldim. Masalan, qarshisidan chiqib isbotlash deymiz-ku matematikada. Ma'lum bir narsanikini bo'ludi deb turib, andan keyin men shuningki bo'lmaydiganligini isbotlash deganga o'xshash, ma'no o'xshash. Shunga o'xshab ketdim. Masalan, men navbatdagi sonni tupsan deb oldim. Tupsan deb olgandan keyin unda bo'lsa biz isbotlab kelib, agarda bo'lmaydiganligini isbotlasak bo'lmaydi ki, bo'ldiganligini isbotlasak bo'ldi ki deymiz-ku. Unda bo'lsa miyada demak men butun bo'linib qolsa, unda bo'lsa men bo'ludi deganni men false qilib miyada false qildim. Anda unda bo'lmay qolsa men o'z bit qimmatini saqlab qolsam bo'ldi-ku. Yoki miyaga churuq qilib qo'ysam bo'ladi. Lekin u ortiqcha. Hech qanday qimmat o'zgartmasak-la bo'ldi. Chunki mana ichidagi while bir nisbatan mana allaqachon bir qimmat deb qo'ygan bo'ladi. Endi men sirti masalan shu whiledan atlab chiqqandan keyin masalan oyga endi men hukm qilmay, oyning tupsan emasligini men chiqarib olaman miyaga. Unda bo'lsa masalan oy agarda tupsan bo'lib qolsa, unda bo'lsa menga oyni chiqarib beradi mana. Ay deb chiqarib berdi mana. Endi ma programda qaraydigan bo'lsak, masalan men mana ichidagi atlab chiqib ketishniki, masalan ichidagi while tugashning ikki xil ehtimollik bor. Shuning uchun men nega result ne oldim? Bir xil ehtimollik bor deganda shart to'sh ehtimollik, masalan jining qiymati ishga asosan while'niki o'zining ichidagi shartni to'shi. Yana bir xil ehtimollik endi if purilib shu break degan musha buyruq uchrab sakrab chiqib ketish, bu endi shart to'sh yoki to'shmaslik bilan munosabatsiz. Mush xil ehtimollik bo'lganligi uchun men miyaga result deb birini ilib oldim. Endi meni ijro qilib ko'rib boqinglar biza. Ijro qilib ko'rib boqadigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, buni butunlay tupsanlarni bizga chiqarib berdi. Endi buni biz sanab boqinglar, men usul bo'yicha biz sanab boqamiz. Mesela her qitim tupsan chiqargan chog'da men countga birini qo'shaman. Ana keyin eng sirtidagi while ijro bo'lib bo'lgandan keyin men count deb birini chiqaraman. Qaraydigan bo'lsak, hamda 21 tal mesela tupsan bor ekan, 100 bilan 200 ning orasida 21 tal tupsan bor ekan. 100 bilan 200 ning orasida. 200 ni o'z ichiga olamdi degan chog'da oladi. 100 ni o'z ichiga olamdi degan chog'da oladi. 100 bilan 200 ning orasida 21 tal tupsan bor ekan. Endi bu programni mujinda o'zgartirish orqali ma'lum bir son doirasidagini topqil bo'ldi. Masalan 1000 bilan masalan 2000 ning orasidagi masalan necha tal tupsan bor ekan, qarab boqadigan bo'lsak 135 tal tupsan bor ekan. Mushunga o'xshash endi mushunda programlarni yozib, masalan ma programda men bir funksiya qilib olmoqchi bo'lsam, ham shunda chiqarib beradigan, ham shunda eng oxirida masalan sonni qaytarib beradigan mana bir funksiya qilmoqchi bo'lsam, ikki tal parametr ketadi menga. Boshlanadigan parametr bilan tugaydigan parametr. Ondan keyin bir tal qaytarish ketadi. Masalan bir oydagi qiymatga qaytarsam bo'ldi, necha tal son topganligini. Shu orqali masalan ma'lum bir sonlar doirasidagi, masalan birdan cho'ng bo'lgan sonlar doirasidagi, masalan ikkidan cho'ng bo'lgan endi sonlar doirasidagi tupsanlarni tep chiqarib bo'ldi, sonni tep chiqarib bo'ldi, shuni urib chiqarib bo'ldi deb mana bir programdan birini bizimizda qo'llanadigan bizda funksiyadan birini mas'uldan birini yozib qo'ysak bo'ladi. While'niki yaqin urug' tuqqani bo'lgan hamda do while'ni ko'raylik. Do while'ni ko'raylik. Hamda do deganimizdanki inglizcha ma'nosi bo'lsa hamda qilish, etish, ishlash degandek ma'noda bildiradi. Do deganimiz hamda bu. Do deganimiz. Endi ma gapni ma'nosidan qaraydigan bo'lsak, endi bir qitim qilib, andan keyin piqira degandek yoki aylan degandek yoki mushi gicha bir qitim oldi bilan qilib, andan keyin gicha degandek ma'noni bildirdi. Endi bu do while'niki yozish shakli bunda bo'ldi. Do while'niki yozish shakli bunda bo'ldi. Masalan, ay kichik 100 degani
Duvalniki shakli munda bildim. 25 kilo son bo'lsin. 25 kilo. Endi buniki ma'nosi nima desanglar, qaraydigan bo'lsak, buniki ma'nosi nima desanglar, Mava programma mayli bu shart qurilsin, qurilmasin cho'qim eng kam bo'lgan chog'da bir qitim ijro bo'ldi. Mava endi while bilan do while'niki alohida farqi. While bilan masalan keyin masalan sizlarga menshillik berib qoldi deylik masalan. Menshillik berib qolgan chog'da while bilan do while'niki farqini izlayman desa, do while qaranglar, do while qargan chog'da eng kam bo'lgan chog'da bir qitim ijro bo'ldi. Nima ijro bo'ldi degan chog'da o'xshashlarmi shu necha vaqtdan bir so'zlab kelayotganmi shu. Shungan T deb qo'ymizgan demişe, mesela if'ninki kodrayni, for'ninki kodrayni dedi. Kodrayndagi kodi eng kam bo'lgan chog'da bir qitim ijro bo'ldi. Eng bo'lmadi degan chog'da shart mayli shart qurilsin, qurilmasin, bu oldi bilan shart qilib bo'lmaydi. Buni ijro bo'lish masalan tartib qanday bo'ldi desanglar, masalan yuqoridan tuvanga bo'lgandan qanday programma, yuqoridan tuvanga bo'lgandan oldi bilan kodrayni bir qitim ijro qildi bu. Oldi bilan masalan kodrayniga bir qitim ijrolab kirdi bu. Ijrolab kirdi miyaga. Kirgandan keyin bu kodrayni ijro qilib bo'lgandan keyin undan keyin bu berib va while'ning shartini tekshirdi. While'ning shartini tekshirib bu qurilib qolsa, ya'ni kodrayniga kirib davomli kodrayni ijro qildi. Bu shaklda mana do while'niki. Do while'niki bu shaklda. Endi men bunda chiqaray. Mesela ben aydan 0 dedim miyaga. Ay mesela tam 1 deyə, tam 1 deyə. Endi miyaga men ayjaja deyə. Men miyaga aydan 1 deb qo'yay miyaga. Yoki bo'lmasa men aydan 2 deb qo'yay. Mesela shart qurilmaydigan, shart qurilmaydiganni qo'yib qo'yay. Miyaga andoz men aydan deb oyni chiqirib qo'yay men. Oyni chiqirib qo'yay. Aslida endi while bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ma programma ijro bo'lmaydi, bir qitim ijro bo'lmaydi. Nechga desanglar, endi mana ichidagi shart 100% qurilmaydi, mana bu ichidagi. Nechga desanglar 2 ga 1 teng emasa, men maniki ijro qilib qo'yay. Hozir ijro qilgan bo'lsam, mana aytan 3 deb chiqirib berdi mana. Aytan 3 deb chiqirib berdi. Endi demak cho'g'im nima desanglar, mal bayatan do while'niki alohidlik asosan ma programma eng kam bo'lgancha bir qitim ijro bo'ldi dedim. Mal oldi bilan aytan 2 degan aniqlab bo'lgandan keyin qarasa do while deb turibdi. Undan so'ng programmani bir qitim ijro qildi. Oyga birini qo'shdi, ayjaja orqali oyga birini qo'shdi. Undan keyin oyni 3 degan qiymatini chiqadi, miyaga 3 degan qiymatini chiqadi. Undan keyin berib shartni tekshirdi, qarasa qurilmagan, undan keyin davomli tuvandagi ma kod rayini ijro qildi. Tuvandagi kod rayonini ijro qildi. Musulmon ijro qilgan bo'lsa, qaraydigan bo'lsa, allaqachon bu while'dan for'dan while'dan chiqib ketdi degan so'z bu. Allaqachon while'dan chiqib ketdi degan so'z. Endi buniki qaranglar, buni do while'niki. Endi eng asosli yeri shu, eng kam bo'lgan chog'da bir qitim ijro bo'ldi degan yeri. En kam bo'lgan chog'da bir qitim ijro bo'ldi degan yeri. Buniki while'dan farqli yeri shu. Endi buni qanday yo'lda ishlatamiz desanglar, ba'zi programmalarda oldi bilan ma'lum bir narsani qilib boqamiz, sinab masalan, chushqa qilib boqamiz, ma'lum bir qiymatlarni berib boqamiz. Shu chog'da shunda do while'ni ishlatib yoki bo'lmasa ma'lum bir qiymatligini nisbatan o'zgartirish ilib berib oldi bilan hisoblash natijasiga asosan uniki while masalan ma'lum bir program bor deylik, ma'lum bir programda masalan tunji qitimliq hisoblash, agarda tunji qitimliq hisoblashning natijasi 0 dan kichik chiqib qolsa, 0 dan kichik chiqib qolsa, masalan 0.5 dan kichik chiqib qolsa, toki shu 0.5 dan cho'ng chiqqanga qadar, biz ma'lum bir xil kodni ijro qilaveramiz, Şunun o'xshash misollarda qaranglar, biz do while'ni ishlatamiz,
Şuna o'xshash misollarda do while shekli. Endi bunga nisbatan qanday ma'lum bir ma'lum etsam, masalan random endi men random deganimiz bu Java'niki o'zini ta'minlagan bir funksiya emas. Baynish system out println deganga o'xshash, systemga o'xshash o'zini ta'minlagan bir tipi, bu obyekt tipi. Endi bundan bir R degan obyekt tipdan birini oldim, men obyekt tipdan birini oldim. Endi qaraydigan bo'lsak, bundan har xil o'zimiz rayonda belgilab yoki bo'lmasa ma'lum bir xil har xil CG deb qo'ymizga xohlagancha bir sonlarni chiqara olamiz, biz xohlagancha sonlarni chiqara olamiz. Endi men bu yerda bir sinaq qilib boqay, qanday sinaq qilsa desanglar, bu randomda men ma'lum bir doirada bir son chiqaray, ma'lum bir doirada ma'lum bir son chiqaray. Son chiqargandan keyin bu sonniki masalan, bu sonniki masalan 100 dan cho'ng bo'lsa, 100 dan cho'ng bo'lsa. Yoki bo'lmasa masalan 50 dan cho'ng bo'lgan chog'da men while'dan chiqib ketsin, bu sonni men oyga beray, oyga beray. Masalan men next init orqali ma'lum bir init son chiqaramiz. Mana ichidagi doirasi hamda mushu masalan mushu 0 dan boshlab mushu 0gacha degan so'z. Bu son masalan kichik masalan kichik 50 dedim, ben 50 dedim. Hamda ma programmaga ba'zida hech kim bir narsa deyamaydi. Nimishga desanglar, men yerda hamda bir xohlagancha son chiqadigan rayoni bor, xohlagancha son chiqadigan rayoni bor. Xohlagancha bu balkim tunji qitimla 70-80 ni chiqarish mumkin yoki 5da 30-40 ni chiqarib 3-chi qitim 70-80 60 ni yoki 51 ni deganda chiqarish mumkin. Biz faqat ijro qilib ko'rib baqlaymiz. Demek bu qaranglar, hozir qaraydigan bo'lsak, tunji qitimda 73 chiqadi, bu 73 chiqarganda men program bir qitim ijro qildi. Masalan men yana bir ijro qilgan bo'lsam 56 chiqadi, yana bir ijro qilgan bo'lsam qarasam 73 chiqadi, yana bir ijro qilgan bo'lsam 70 chiqadi, 97 chiqadi, nima. Mana qaraydigan bo'lsak, mana 2 qitim ijro qildi degan so'z, men qaraydigan bo'lsak, bishida 43 chiqaryapman, shart yana bir aylandi degan so'z, 43 50 dan kichik bo'lgandan keyin shart yana bir aylandi degan so'z. Qarasam yana 51 chiqaryapman, qurilmadi, men qurilmadi. Men yana bir ijro qilib boqay. Qaraydigan bo'lsam, mana 2 qitim ijro qildi. Bir 3-4 qitim ijro qilgan vaqt yo'qmi? Ya mana qaraydigan bo'lsak, mana 3 qitim ijro qildi. Tunji qitim 2-chi chiqiribdi, ondan keyin 38-chi chiqiribdi, ondan keyin 79-chi chiqiribdi. Mushunga o'xshash hamda buniki do while'ni azalda ko'p ishlatmaymiz biz. Mushunga o'xshash hamda ehtiyojli bo'lib qolgan chog'da masalan chiqqan, bu ehtiyojli bo'lib qolgan. Ma'lum bir narsani sinoq tariqasida qilib qo'yib qurilib qolsa davomli turda qilish deganiga shunga o'xshash ehtiyojli bo'lgan chog'da do while'ni chiqargan. Endi while bilan do while'niki asosiy eng chong farqi shu, asosiy. Do while qarag'an chog'da eng kam bo'lgan chog'da bir qitim yumshim bo'ldi, bir qitim ijro qildi kodrani, ijro. Mayli o shart qurilgan bo'lsin, qurilmagan bo'lsin. Bizlarning insonlar chim tutsanglar bo'ldi-da, do while bilan while farqi nima deb qolsa, do while qaraganda bir qitim ijro bo'ldi, eng kam bo'lgan chog'da bir qitim ijro bo'ldi, mayli shart qurilgan bo'lsin yoki qurilmagan bo'lsin. Misaliga diqqat qilsam bo'ldi. Hamda bugungi so'zlaydigan darsimiz shu while bilan do while bilan do while. Hozir hamda bolalar bayonqi programmani agar ko'rib tushungan bo'lsa, do while'dan foydalanib turib hamda mana 200 bilan 300 ning orasidagi, 200 bilan 300 ning orasidagi 4 butun bo'linadigan sonni topib ko'ring. 4 butun bo'linadigan. 200 bilan 300 ning orasidagi 4 butun bo'linadigan. Yoki bo'lmasa bunday aytaychi, masalan, randomni o'z ichiga olgan bir qiziqarli bir narsani isbot qilamiz. Randomni o'z ichiga olgan qiziqarli bir narsani isbot qilamiz. Masalan, masalan, men bir 35 dan 7 tanlashdan bir nomerini chiqarmoqchi deymiz. 35 dan 7 tanlashdan. Bu sonnanki jami soniya masalan 7 soniya, 7 son. 7 son bo'lgandan keyin men 1 bilan 35 ning orasidagi sonni chiqarmoqchi, 7 xil suji son chiqarmoqchi. Mushuni sizlar do while'dan foydalanib turib men chiqarib beraman. Sonniki umum soni 7 tala, 7 tala. Mushundan o'zimni qanday o'ylaganimsan, men bayatdan bir programni qilishniki
Mesela programın yazışınınki mesela başquşlarını hemen dep berdim. Şunun asasen özаңlar bu programda asaslık ya qaysı o? Bizene hal qilish ya qaysı o? Qanday hal qilamiz deganga o'xshash o'zim cho'qim yozib qo'yaman. Men 5 minutlik vaqt bermay cho'qim yozib chiqaman. Mesela nima desanglar bir bilan mesela men 35 dan 7 tanlashda qolgan bir 7 tal son chiqarmoqchi. 7 tal son chiqarmoqchi. Shuni menga duvaldan foydalanib turib chiqarib beringlar. Duvaldan foydalanib turib chiqarib beringlar.